Burunqi doktorlar. Yaxshimisiz, doktor? Yaxshimisiz. Butun 30 aydigan. Pul olgan pulingizni bering. Qanday alomatlar bo'lyapti? Unutib qolaman, qarang, jiddiylashima. Jiddiylashmi? Cho'ng taraf kichik taraf normalmi? Normal. Atayam qo'psingizmi? Eg'iz qurish, quloq anglamaslik, ko'z ro'shan kelmaslik bormi? Bor. Hammasi bor. Unda bo'lsa siz 5 azarni CT, bichov hammasiga tushib, cho'ng badan tekshirish qilib, natija keladi. Shuning uchun chiqsangiz bo'ldi. Ashdan qarayman, dori spray. Ma'qul qilamiz. Keyingisi. Hozirgi doktorlar. Yaxshi doktor, qanday ahvolingiz? Qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Yaxshi emas. Tekshirtay deb kelgan. Bilib oldim men. 2 minutlar hammani bilib qoldim. Bir taraf. Tamam. Ay, qarab to'lmanim usta. Qarab bilib qoldim men. Bachara chiqdi. Nima? Eg'ir. Dimjata. Men sizga hozir. Mana unutilganligingiz barman unutib qolamiz bir narsalarni. To'liq. Unutib qolgansiz qarasam. Hozir men nerede o'zim bilmayman hozir. Das moderniz be, mani yesimas, buni hargiz unutib qolmaysiz. Mani spray. Jiddiylisiz aqchan. Voy men bek jiddiylashimman. Voy mana. Jiddiylisiz. Moderniz spray. Mani yesimas, buni hargiz jiddilamak shu imtihonlar jiddiylashadigan Şoförlük mektep imtihan jiddiylashadigan qatorliq mashina yesam, haqiqiy. Şoförlük? O'tib ketasiz. Masalan, Ama pravo tizimliqdan yaqin. voy o'tib ketasiz, mani siz cho'qim bir yo'lda o'tib ketasiz. Farzandlarimiz oliy maktabga o'tolmayapti, qarasam ha? Farzandlarimiz? Ha, bu Va men de to'yg'imidim. ya masalan, o'rtoqimiz inamiz Ay, ish qancha o'tamidi hali? ana, mani spray, mani yesam oliy maktabga to'liq o'tadi. Voy, men to'liq meni ajoyib deb ketibsiz. O'zlama? Oliy maktab o'tadigan dorilarmanmi? Voy men Ba'mi deydi, yo'qdi, men qildim da uni. Naq ketamsiz nima ham da qarsam. Ya ben naqsh etmayman, men artistman, rejissor. Mana, voy, bilan ilhomingiz kelmayotamda. Farzandligimman. Mana madarni yana, voy, haqiqiy kino degan nima ishlayapsiz. Men yana. O'shtonda. Voy, mana, voy nima deydigansiz. Mening doktorsiz xislatlik deb kelsiz juma. Sizlar işte uningdimi matabi gap so'zni bormi yuqoriroq? Yuqoriroq deb so'znima? Ashu men xislatlik deyapman. Yana qan O nurg'un ishlar, masalan, dadam ha televizorni orqaga yupani tiqolmaydi olib qoldi. mana mani yana yo'q bermas. Hamma nimani tiqib o'tasiz mani.